Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar va xaridorlar. Mana bugun biz Shamol mahallasida joylashgan Oltisotikli uchastkamizni obzoriga kelganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, darvozalari qilingan ekan. Katta Abiz yo'ldan 300 metr pastga kirganda uyimiz joylashgan. Uyimizda hovuzlari bor, hammomlari bor. Mana bu yerda yana bitta oshxona uchun mo'ljallangan joy tashalgan ekan. Mana bu yerda ikkita xona mavjud ekan. Hali qurilish ishlari bor ekan bu uyimizda. Mana ko'rishingiz mumkin. Uyimizda egalarimizning kiyimlaridan boshqa hamma narsasi qoladi uyda. Juda ham sifatli, chiroyli qilingan ekan. Sharoitlari zo'r. Hamma tomonlama. Mana bu yerda ham yana bitta xonamiz bor ekan. Bu faqat bitmagan ekan, kladovka sifatida foydalanish ekan. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Tepada ham xonalar tashlangan dedilar egamiz. Yana ham to'g'irlab bemalol yashasa bo'lar ekan tepa qismiga ham. Mana uyimizni umumiy yer maydoni 6 sotikni o'z ichiga oladi. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 300 million so'm, yana ham savdosi bor. Kimga bu uyimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.